inshaalloh ishingiz ana yugurib boradi. Nimaga? Chunki mana masalan manuni tagida pul bo'lsa, ma'nun tagida pulni olish uchun buni aniq olish kerak. Olmasdan pulni ola olmaysiz. Allohning roziligi mana ota-onaning roziligining tagida turadi ekan. Tagida. Allohning roziligi kimga kerak emas? Kofirga kerak emas, fosiq johilga kerak emas. Iymoni bor musulmon borki, unga Allohning roziligi kerak. Allohning roziligini olayotsa, tepasida ota-onaning roziligi turibdi. Nima qiladi? Albatta ota-onani rozi qiladi, keyin ma'nun topadi. Oddiy misol. Nimaga ota-onani Alloh o'zining roziligini ota-onaning roziligiga bog'lab qo'ygan ekanlar? Rozi qilish kerak. Ona zararmi, ota dada zararmi? Bu mana ketyapti. Bu chetdaman. Men aytdim, unaqa edim, yo'q. Bo'lmaydi. O'tirish kerak, gaplashish kerak. Bor endi bolam, ishingga duo qilsa, ana turing. Inshaalloh ishingiz ana yugurib boradi.